Demak, assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yana o'sha qorin qabziyatda qiynalayotgan ayollarimiz uchun mashqlar ko'rsatib o'taman. Qabziyat juda ham ko'p muammolarga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu narsaga bee'tibor qolib ketish siz ichki salomatligingizdan tashqari o'sha tana, yuz tashqi ko'rinishingizga ham katta ta'sir ko'rsatadigan narsa hisoblanadi. Kasallik hisoblanadi. Shuning uchun qabziyatni oldini vaqtida olish kerak. Ya'ni o'sha bir kunda ko'pchilik o'ylaydi, bir mahal ichim kelsa, bu yaxshi holat deb o'ylaydi. Sog'lom odamda unaqa bo'lmaydi, azizlar. Sog'lom odam bir kunda ikki mahal ichi kelishi shart. Bir xillarda ba'zida даже bir kunda bir mahal ham kelmas ekan. Demak, bu yomon holat. Organizmda metabolizm buzilishi, oshqozon yaxshi ishlamasligi bu sizda turli kasalliklar keltirib chiqarishni boshlaydi. Har qanaqa kasallikning asl ildizi shu qabziyatdan boshlanadi. Chunki ichki yo'g'on ichaklarimizda bizda 8 kilogacha axlat to'playdi. Shu axlat to'plashi oqibatida qonga axlat chiqarib oladi. O'zi u yo'g'on ichakning asl vazifasi qondagi infeksiyalarni, qondagi zararli viruslarni o'ziga tortib olish. Lekin hozirgi kunda ko'pchilikda bu qabziyat muammosi sababli bu ichak faoliyati teskari ishlayapti. U qondagi infeksiyalarni tortib olmasdan qonga infeksiya chiqarib yuboryapti. Shuning uchun kasalliklar, har xil kasalliklar kelib chiqishi, immunitet pasayishi, charchoq, holsizlik, energiya yetishmasligi shundan kelib chiqyapti. Hozir shuncha sizlarga ichni yaxshi keltiradigan uyda, uy sharoitida bajarsa bo'ladigan 5-6 ta mashqlarni ko'rsatib o'taman. Eng keraklilarini. O'sha tizzasida og'rig'i bor, o'tira olmayman, tizzalab yura olmayman deydiganlar uchun ham qulay. Mana shunaqa stol yoki divandami, farqi yo'q. Shunda o'tirib olamiz. Buni uchida o'tiramiz ozgina. Uchida o'tirib, bu oyoqlarimiz ozgina ochilgan holatda svobodniy turishi kerak. Yelkalar tikka ko'tarilgan holatda. Demak, birinchi mashqdan boshlaymiz. Boshladik. Nafas mashqiga, ya'ni hozir mana gapirib ko'rsatyapman, sizlar nafasga e'tibor qaratinglar. Demak, qo'lni ko'taramiz, ikkita yonga qo'l ko'taramiz, oyoqni tepaga ko'targanimizda nafasni chiqarib tashlashimiz kerak. Nafas olamiz mana. Nima bu mashq bunaqa bajarilyapti? Nafas svobodniy, qorin svobodniy turganda qorinni havoga to'ldiryapman. Havoga to'ldiryapman, uni chiqarib tashlash uchun oyoqdan foydalanyapman mana. Bu mashqni 10-15 ta bu oyoqni, 10-15 ta bu oyoqni bemalol bajarsanglar bo'ladi. O'zingizlarning salomatligiga qarab. Endi ozgina oyoqlarni yuqoriga cho'zamiz. Yuqoriga deman, to'g'riga cho'zamiz. Mana to'g'riga cho'zgan holatda bu bel uchun ham foydali. Qo'l ko'taramiz, xuddi shunaqa. Nafas. Agar ichingizlar buralib qolsa, ichda qanaqadir og'riqlar kuzatilayotgan bo'lsa, demak bilinglar, haqiqatdan ham ichingizda shamollash, metabolizm, ya'ni oshqozon hazm sistemasida jiddiy muammolar bor. Ularga bee'tibor qolmanglar. Demak, yana ketdi nafas. Nafasni oxirigacha qo'yib yuborish juda ham muhim. Bu ikkinchi mashq. Buni ham 10 marta, 15 martagacha bajarasizlar, holatingizga qarab. Chunki kimlarnidir ichi buralib qolishi mumkin, ichi og'rib qolishi mumkin. Shuning uchun kamroq-kamroqdan qilamiz. Endi bu mashqni boshlab bo'lganimizdan keyin ozgina mana shu qorin sohamizga, qorinning o'rta kindining to'g'risidan, pastroqdan ozgina qoringa bosim beramiz. Bosimni qaranglar. Soat bo'ylab beramiz. Mana oshqozon, ozgina jigarga o'tamiz. Jigarga ozgina o'tamiz. Undan keyin oshqozon osti bezi,
oshqozon osti bezi. Undan keyin sekin ichaklarga tushamiz. Ichakka sal tepaga ko'tarib qo'yamiz. Sal ichakroq mana. Ichaklar tepaga ko'tarilishi kerak, chunki yopishib ketgan bo'ladi ko'p ichaklar. Tepaga ko'tarib qo'yamiz mana. Bu holatda yondan ozgina mana tepaga. Qattiq bosim bilan bosmaymiz. Ozgina qorinni nima sezish kerak. O'tda qattiq emas, o'ta yumshoq emas. Ichki organlarni ko'tarayotganinglarni sezishingiz kerak. Ozgina shu holatda mana ichaklarni ko'tarib olamiz. Soat bo'ylab. Demak, keyingi mashqimizga qornimiz tayyor. Demak, yotgan holatda mashqlarimizni boshlaymiz. Yotgan holatda mashqlarni boshlashdan oldin nafas mashqini bajarib olishimiz shart. Nafas mashqi har qanaqa jismoniy mashqlarga kerak. Demak, nafas olayotganimizda sal qo'llarimizni ishlatamiz. Ya'ni nafas olib chiqarishimizni qo'l nazorat qilishi kerak. Boshladik. Nafas olamiz mana. Qorinni ishirdim mana. Endi qorinni nafas chiqarayotganda qorinni pastga bosaman. Agar qorin pastga bosilganda ichki organlarda og'riq bo'lsa, ichki shamollash bo'ladi. Azizlar, demak shu narsaga e'tibor qilinglar. Qorin pastga bosilganda organlar og'riyaptimi, o'tda spazm, spaykalar juda ham ko'payib ketgan, shamollash ham bor. Demak, ketdi. Ko'tardik mana. Bosganimizda ozgina qo'lni tepaga ko'taramiz. Ana, bosimni tepaga ozgina beramiz. Demak, keyingi mashqimizni endi boshlaymiz. Ikkita oyoqlab, ozgina belda og'riq bor yoki belda muammosi borlar uchun sal qilish qiyinroq. Siz belda og'rig'i borlar bosh ko'tarmasdan qilsanglar ham bo'ladi. Ya'ni qanaqa holatda? Mana mana shu holatda mana 1 mana. Belda og'riq kuzatilmayotgan bo'lsa, demak boshni ham ko'tarib qolamiz. Nafas olamiz. Bu mashq qilib, endi bitta oyoq bilan ham tortib chiqamiz mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya'ni 10 soniya ushlab turamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ozgina endi qorinni rasslablaytsa qilib, bo'shashtirib, 10 tomonga, ya'ni soat strelkasi bo'ylab ozgina aylantirib yoramiz 10 marta. 1 2 ozgina bosim bilan 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyingi mashqimiz mana shu yostiq bo'lishi kerak. Uyda hammada yostiq bor. Bizning yostiqimiz shunaqa. Bu grija uchun ham foydali. Qorinni qo'yamiz. Qorinni qo'yamiz. Yotamiz mana shu holatda. Bu belga ham juda ham foydali. Mana shu holatda endi ozgina qorinni pressi, belli pressigacha ham ishlaymiz. Endi ko'taramiz. Ozgina bosh ko'taramiz.
kichkina nafas olamiz. Mana. Nafas olamiz. Voy, qornlarim ezilyapti, shunaqa mazza qilyapti, bilinyapti, qornlari shunaqa ochiladi. Faqat nafasni ham to'g'ri qilinglar. Bu yerda hech qanaqa muskullaga nagruska bo'lmayapti, faqat qoringa. Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana nafas olaman. Qorin bo'sh qo'yamiz. Agar qorinni bo'shashtira olmayotgan bo'lsangiz, demak qorinda shamollash, kuchli spazmlar bor. Demak, mashqlarimiz yakunlangan, oxirgi ikkita asosiy mashqni ko'rsatib o'taman. Ana shu holatda mana nafas olamiz, qorinni shiramiz. Qorin pastga tushishi kerak. Nafas chiqaramiz. Bu mashqni ham 15 marta bajaramiz. Endi keyingisi mashq qorinni bo'sh qo'ygan holatda, qorinni qattiq qo'ymanglar. Ketdimi? Mana qorin ochilgan holatda, qo'l, oyoq ochilgan holatda, mana shu holatda mana 5 marta qilamiz. Ozgina oyoqni yopamiz. Ozgina oyoqni yopib turgan holatda, ana buni ham 5 marta. Nafas oldim, chiqardim. Ana. Va nihoyat mashqlarimiz tugadi. Mashqlarimiz oson. Unaqa sizdan qanaqadir kuch talab qilmaydi. Shunchaki qorinni muskullari, qorin ichki holatini sezsanglar bo'ldi. Mashq oxirida ham, boshlanganda ham, oxirida ham bitta qorinni mana tekshirib olinglar. Qorinni tekshirib, ozgina mana tepaga ozgina bosib tekshirib olinglar. Nimaga? Qorin o'ta qattiq bo'lsa, mashqlardan keyin qorningiz ozgina bo'shashishi kerak. Bo'shashadi, yumshaydi ozgina. Chunki ichinglar yurishni boshlashi kerak. Birinchi kuni, ikkinchi kuni, uchinchi kuni foyda bo'lmasligi mumkin, lekin davomiy qilib borsangiz, bir hafta, 2 haftalarda o'sha ichingiz yaxshi kelishni boshlaydi, ichlaringiz yumshaydi. Chunki ichki organlar faoliyati yaxshilanadi, metabolizm yaxshilanadi. Qon aylanishi yaxshilangandan keyin o'zingizdan o'zingiz energiyaga ham to'yib borasiz. Bizning sentrimizda visceralniy massaj muolajamiz bor. Ya'ni qorinni ichki yog'lari uchun ishlanadigan massaj muolajamiz bor. Agar sizda o'ta qattiqlik yoki mashqlar qilishingizda og'riqlar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol bizning sentrimizga kelib, visceralniy massaj muolajani olsangiz bo'ladi. Visceralniy massaj muolajasi orqali biz mijozlarimizni 2 kilodan 10 kilo, 15 kilogacha vazn tashlatganmiz. Ya'ni o'sha ichki yig'ilgan yog'larni parchalab, ichi yaxshi keltirib berganmiz. O'zi asli ich yaxshi kelsa, ya'ni o'sha qabziyat bo'lmasa, odamda vazn olishi, vazn ortishi degan muammolar bo'lmaydi. Azizlar, o'zingizlarning salomatligiga bee'tibor bo'lmanglar. Har bitta mashqni mas'uliyat bilan o'sha sohani his qilib bajarsanglar, foydasi zo'r bo'ladi. Ishonaveringlar.